Farhod atrofidan birinchi etajdan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 12 kvartalda 2 xona Yevrotamirdan chiqqan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizni zal qismi, birinchi xonamiz. Bu yerda esa oshxonamiz o'z o'rnida qolgan. Kerakli barcha mebel texnikalar bilan jihozlangan. Keyinchalik uyimizda oshxona qismini balkonga ko'chirib, oshxonamiz o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirishingiz mumkin. Bu yerda esa balkonimiz 1,5 uch. Uyimizning umumiy maydoni 50 kvadrat metr. 4 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Qulaylik va sharoitlarga ega. Zaglarning ichidan kirib kelish, albatta razdельный sanuzeli. Uyimizning o'ljaliga keladigan bo'lsak, Harxatskiy bozor 200 metr Toto Pizza'ning orqasida. Ushbu ko'rib turgan uyimiz uchun egalari barcha mebel texnikalari bilan birgalikda 72.500 dollar narx so'rashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aksiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.